Dinor pul birligi arablarga va islom olamiga tegishli bo'lmaganini bilarminingiz? Yaqinroq joylashib oling. Men esa oydinlik kiritaman. Dinor so'zi Rim imperiyasining denarius tangalaridan kelib chiqqan. Ammo islom dunyosidagi birinchi haqiqiy oltin dinor 691-yilda Ummaviy xalifa Abdul Malik ibn Marvon tomonidan chiqarilgan. Rimdagi tangalardan farqli o'laroq bu tangalarning muhim jihati unda odam tasvirlari yo'q edi va uning o'rniga esa Qur'on oyatlari bitilgandi. Bu musulmon dunyosining mustaqil iqtisodiy tizimi boshlanganini anglatardi. Klassik islomda 1 dinor taxminan 4,25 gram sof oltindan iborat bo'lgan va butun savdo tizimi shu standartlarga asoslangan. Andalusiyadan to Markaziy Osiyogacha savdogarlar aynan ushbu dinor orqali savdo qilishgan. Qiziq tomoni esa Bahrayn, Kuvayt va Iordaniyada dinor pul birligi hozirgi kunda ham foydalaniladi. Masalan, Kuvayt dinori dollardan bir necha barobar baland ekanligini barchamiz bilsak kerak. Ana endi savol, agarda o'sha davrdagi oltin pul birligi hozirgi kunga qaytib keladigan bo'lsa, dollar tizimini yiqitgan bo'larmidi? Marhamat, fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va ko'proq shunaqa qiziqarli videolar uchun obuna bo'lishni unutmang.